Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, suxur inson musulmon hisoblanmaydimi va abadiy jahannamda qoladimi debdilar. Mo'min hisoblanmaydi, lekin musulmon hisoblanaveradi. Alloh Qur'onda aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va riboni yig'ishtiringlar agar mo'min bo'lsanglar degan. Mo'min bo'lsanglar degandan chiqadiki, mo'min bo'lsang shunaqa qil. Masalan, erkak bo'lsang shunaqa qil deydi-ku. O'shani qilmasdan ham bo'ladi. Ayolga ham qoladimi? Yo'q, lekin erkak ishini qilmadi deyiladi. Mana shunga o'xshash bu ham mo'min bo'lsang ribo qilma deyapti Alloh. Demak, kimdir ribo qilsa agar mo'min emas ekansan deyiladi. Erkak emas ekansan degandek. Lekin musulmonlik hukmida qolaveradi. Bu musulmonlikki, ya'ni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh namozini o'qib, ro'zasini tutyaptimi? Uni takfir berib, qonini, molini halollab, bunaqa narsalar qilinmaydi. Qilgan ishiga Allohning huzurida javob beradi. Va albatta jahannamga kiradi, Alloh kechirmasa. Lekin jahannamda abadiy qoladimi desa, iymoni bo'lsa hech kim jahannamda abadiy qolmaydi. Allohu alam.